Narsam tayyormi Feruza? Sen gapirayapmi? Jon, qayerdasiz? Nega kecha erta ketib qoldingiz? Tunni yana birga o'tkazmoqchi edik. Davron aka bugun kelasiz-a? Kechagi surprizingizdan keyin men juda ham xursand bo'ldim. Hop. Endi meni navbatim. Nima bu? Yana boshladim tergashni. Kimdir adashib yozgandir-da. Adashib Davron aka deb yozadimi? Olib kel telefonni. Jonga tegib kel. Tiskilamagin deganman men senga. Narsalarni tayyorlamagansan, telefon tiskilab o'tirishingga qara. Qachon qarama shu ahvol. Bir uydan bir kayfiyatim ko'tarilgan holatda ketadimi o'zi, ha? Qachon qarama nafrat bilan chiqaman. Jonga tegib ketgan o'zi. O'zi kayfiyatim ham buzding ishga men. Qana boraman. Ha, doim shunaqa qochib qutulasiz. Hammani Xudoga soldim. Yashamayman.